Manchi ketdim. Qayoqqa? O'g'limga va'da berganman. Boradigan joyimiz bor edi. O'zing yopib ketarsan, ha? Bo'pti. Ha, o'g'lim, pulingni oldingmi? Ha, oldim. Xo'p, nech pul yig'ib qo'ydingiz? 3 milliondan oshiq. Ha, zo'ru. Qancha vaqtda yig'ding? 2 yilcha yig'dim. Qoyil. O'zi qaysi do'konga ketyapmiz? Hozir zo'r joyga boraman, ko'rasan. O'zing xohlaganingni tanlaysan. Assalomu alaykum. Xush Va alaykum kelibsiz assalom. do'konimizga. Yaxshimisiz? Nima yordam Assalomu qila alaykum. olamiz? Shu bizaga telefon kerak edi. Qanaqalari bor? Xo'p, har xil modellarimiz bor. Qaysi birini tanlaymiz? Ha, bolam. Nech pulimiz bor edi? O'g'lim? Ha. Hozir. 3 million 550 ming. Bu pulga zo'r narsa bo'ladi. Mana masalan, bu modelimiz 3 million 400 ming. Men bilari ham flagman telefonlar. Qani, qaysi birini bering? Ana uni bering. Bu kirmoshnayi bolam. Biza telefon olishga kelmadikmi? Ha. Ada. Uyimizda kir mashina buzilib qolgan. Oyim anchadan beri kirni qo'llarida yuvyapti-da. Ko'rib turibman, siz ham imkoningiz bo'lmayapti. O'shanga kir mashina o'ra qolaylik. Yo bolam, bu sani puling. Xohlagan narsangni olishing mumkin. Kirmoshnani bo'lsa, keyin o'zim olib beraveraman. Yo'q, telefon hozir menga zarur emas. Keling, hozir zararlarni qilaylik. Keyin o'zingiz yetarsiz-ku. Avval ayollarimizni o'ylashimiz kerak. Birinchi o'rinda ularga sharoit qilib berib, keyin o'zimizni o'ylasak bo'ladi-dir deysiz. Keling, kir mashina ola qolaylik. Telefon qochib ketmas. Barakalla bolam. To'ppa-to'g'ri aytasan. Aka, shuni bera qoling. Xo'p.